Salom, men ismim Nafosat. 93-yilman. Boshlig'im ancha bo'libdi. Eringizdan ajrashganingizga qiynalmayapsizmi, yolg'iz ekansiz deb menga asta yaqinlashdi. Men juda xohlayotgan edim. Dilim qursin, siz boru deb yuboribman. Boshlig'im ortimdan kelib quchoqlab oldi-yu, men osmonda uchib yurgandek edim. Chunki erimdan keyin erkak ko'rmaganman. O'zimni bo'sh qo'yib yubordim. Buni sezgan boshlig'im labimdan o'pa boshladi. Men hamon kayf ta'sirida edim. Javob qaytara olmasdim. Keyin asta kiyimimni yechdi-da. Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanali kuzatuvchilari va bizning aziz muxlislar. Video roliklarimiz keng tarqalishi uchun iltimos like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Agarda kanalimizda yangi va yoki mehmon bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Unday bo'lsa, bugungi video rolikimiz mavzusiga o'tamiz. Qaytgacha eslatib o'tamiz. Bizning video rolikimizdagi qahramonlarning ism-shariflari o'zgartirilgan holda taqdim etilmoqda. Salom, men ismim Nafosat. 93-yilman. Men turmushga chiqib 1 yil yashab farzand ko'rmaganim uchun qaynonam bizni ajrashtirib yubordi. Uyda dadam, oyim, ukam va men yashaymiz. Men bir kuchliroq korxonani bosh sekretariman. Xullas, bugun ishlarimiz juda ko'payib ketgani uchun dadamga telefon qilib kechroq borishimni aytdim. Ishxonada boshlig'im va men qolib hisob-kitob va boshqa ishlarni bajarib o'tirgan edik. Boshlig'im yoshroq, chiroyli sportsmen edi. Orada gaplashib, mendan hayotimni so'rab surishtira boshladi. Keyin ancha bo'libdi, qiynalmayapsizmi, yolg'iz ekansiz deb menga asta yaqinlashdi. Men juda xohlayotgan edim. Tilim qursin, siz boru deb yuboribman. Boshlig'im ortimdan kelib quchoqlab oldi-yu, men osmonda uchib yurgandek edim. Chunki erimdan keyin erkak ko'rmagan. O'zimni bo'sh qo'yib yubordim. Buni sezgan boshlig'im labimdan o'pa boshladi. Men hamon kayf ta'sirida edim. Javob qaytara olmasdim. Keyin asta kiyimimni yechdi-da va shunday dedi: Nafosat, bu yo'lga kiribsiz, bu yo'ldan qayting. Men kiyimingizni yechsam ham unaqa pastkashlikka bormayman. Men sizni sinamoqchi edim, chunki bu yo'lga kirib qolganligingizni bilganim uchun. Undan ko'ra oila quring, halol va poklik yo'lida yuring, hayotingizni yaxshilang va savob ish qilishni yoddan chiqarmang dedi. Men o'sha payt nima qilishimni bilmay qoldim va shu zahotdan o'z-o'zimga so'z berdim. Bu yo'l bizning yo'l emas. Bizning yo'l halol, poklik ila yashaydigan yo'ldir. Bu hikoyani o'qib, o'zingizga xulosa chiqarasiz degan umiddaman. Aziz kanalimiz muxlislari va mehmonlari, bizni kuzatganingiz, biz bilan birga bo'lganingiz, bizni tinglaganingizdan minnatdormiz. Azizlarim, o'zingizni ehtiyot qiling. Axir siz ham kim uchundir butun bir dunyo, kim uchundir olayotgan nafasidan-da aziz va qadrli insonsiz. Shunday ekan, o'zingizni ehtiyot qiling. Shirin diydor qadar diydorlashguncha. Qadr baland qadrdonim, sog' va omon bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling.